Uyg'ur yazg'uvchilari Hoji Mirzahid Kerimi Saud Davudlarning Millatlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Saidixon nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatildi. 23-bob. Taj kiygan kun. Yer zamin ko'kirib, havo xilli ilinib qolgan edi. Qayoqdan bir paydo bo'lib qolgan kakuflar amdilatin qorong'ulashgan bog'larda sayrashga boshlagan edi. Tolchivoqni ot yetib chetib kelgan Abdulla Rashidxon o'zi bilan tangtush adashlardan ayrilib, bargohi oliga keldi. Uning manzi to'g'ashda qizirib ketgan edi. Ko'rib ustida badaxshon qurib do'ttar cherib o'ltirgan Saidxonga adab bilan salom berdi. Assalomu alaykum ota. Oramlarni buzgan dangosh o'g'illarni kechirsizlar. Va alaykum assalom o'g'lim. Nalada o'ynab kelding? So'radi Saidxon beli kichik o'yinchoq xanjar esib olgan o'g'liga masligi kelib. Nuriddinda so'qish qilib o'ynab, zafar qozonib keldim ota. Javob berdi Abdulla Rashidxon dobulg'isini o'nglab kiyib. Ha, mundaqda o'g'lim. Seni Shodiyoni chelib kutib olsaq bo'lg'adakda, qani aytqina, qaysi dushman bilan so'qish qilding? Sulton Mirzo Abubakirning o'g'li Jahongir Mirzo bilan uni yengib qallisini tengdan judo qildim. Barakalloh o'g'lim. Xudo seni omon qilsin, dedi Saidxon. Tang dushmanlar bilan Nuriddinga berib, do'st dushman bo'lib o'ynab kelganini bilib, dushmanga rahim qilsa bo'lmaydi. Shundaqla begunoh kishilarni ojizlarni o'ltirsin bo'lmaydi. Buni esingda tutqin o'g'lim. Buni bilaman ota. Biroq Sulim Alibek og'in o'limga buyuribdi-ku. Bugun uning o'g'li Rustambek shundaqdaydi. Saidxon turib qoldi. Bir oy ilgari chep o'ltirilgan jasur lashkarbeshi Alibek uning yodidan kechdi. Uning o'ltirilganligi bolalarga ta'sir qo'zg'atdi-da. O'g'lim, Alibek bizga dushman emas, do'st edi. U farmonimga xiloflik qilib, adolatni mansitmaganlik uchun o'ltirildi. Buni bilib olishing kerak. Bundan keyin sen Alibekning o'g'li bilan do'st bo'l. Uning ko'nglini ranjitma, ma'qulmi? Ma'qul ota. Abdulla Rashidxon orqasiga burilib chiqib ketdi. Saidxon qo'liga do'ttarni oldi. Padisini tuzdi-yu, chalmasdan yana qo'yib tamburni oldi. Uni tamga yo'lab qo'yib, o'tni chalmoqchi bo'ldi. U har qachon o'y bosganda soz chelib hamdan qutulatdi. Soz chelib turib fikr yurgizatdi. Hozir uni xiyol bosgan edi. Assalomu alaykum Amir Kabir. Saidxon xiyoldan bosh ko'tarib qo'l bog'lab turgan Mirza Haydarni ko'rdi. Va alaykum assalom og'a. Hajab vaqtida keldingiz, keling, o'tiring. U yenidan o'rin ko'rsatdi. Mirza Haydar o'tirib qilinayotgan ishlar to'g'riliq so'z ochdi. Ominlarning ko'rsatmasi bilan Issiqko'l, Yattiso'dan tortib Oqsuv, Qashqar, Xotan diyorigacha hamda qo'shni allardan Badaxshon, Kabul, Kashmir, Tong'ut, Hindiston, Xorason, Xorazm, Chin allariga xalqimiz qurilgan muborak kunni qutlug'lash yuzidan alchavatishni umid qilib odam mang'uzdik. Akillari Mansurxonga nom yozdik. Said Muhammad Mirzo, Qanotbek va boshqa barliq amir baglar, sardorlar Yorkent shahrining ko'cha, bozor, maydonlarini ratlash, yasash, zinnatlash, o'rnini xalqimizga loyiq barpo qilish uchun hunarvan kasblarni yetaklab ishlamoqda. Amir Kabirning yana qanday topshiriqlari bor, bilay deb kelib edim. Saidxon uning gapini zam qo'yib tanishgandan keyin dedi. Har qaysi joy allardan kelgan mehmonlarni obdan kutib olish, o'rinlashtirish nihoyat muhim. Uningdan zaruri ommaning holiga yetish, yetim yesir musofirlardan xabar olish, dehqon tijoratchi, hunarvan kasblardan oladigan boshseliqni ko'paytirishga bo'lmaydi. Mirzo Abubakir zamonasida ularning yirik qurib ketgan. Bu zolim podshoh yiqqan zo'r boyliqning bir qismini o'zi nobud qilib etgan bo'lsa-mu, ko'p qismi qo'limizga tushdi. U xalqning boyligi. Uni biz nobud qilib etsak bo'lmaydi. Men xalqimiz qurilgandan keyin oz bo'lganda 3 yilg'icha tijorat, dehqonchilikdan boshseliq olmay, dehqon va shahar aholisining o'zini o'ngishib olishiga imkoniyat yaratib berishimiz, shundaqla nomrod g'eriblarga, meyib ojizlarga 50 ming sar kumush tarqitib berib, ularning turmush yo'lini tepib olishiga yordam qilishimiz intayin zarur deb qarayman. Men Yarkentga kelganimdan beri bir qancha qatim ko'cha orlab, nomrodlarning ko'pligini, ularning yordamga bekim muhtojligini bildim. Chidiqsiz daraja turmush kechirib etibdi.
Bularni xorlaydigan, bo'za qiladiganlarmi yo'q emas ekan. Saidxon eg'ir o'q tortib so'zdan to'xtadi. Janobi Alloh tilaklarga yetkazgay amir kabir. Men shu orzudiman. Yaqinda o'zlarining havolasi bilan Said Muhammad Mirza bilan kengashib, marhum Ali Begning inisi Osmon Begni bir turkum yasovul navkarlarga sardor qilib, fuqarolarning omonligini qo'g'dashga mas'ul qilgan edik. Halol, qaysar yigit ekan. Kutganimizga yarasha o'g'ri, lukcha qimavozlarning adbini berib, fuqarolarni ziyon zahmatdan saqlab, elga aminlik baxsh etib atadi. Saidxon bola chaqalari bilan turayotgan Bargohi Oli Yarkand shahridan bir qancha chaqirim yiroqlikdagi bir boyning beg'i bo'lib, atrofi odam bo'yi keladigan anjon tem bilan qo'rshalgan edi. Qashqardan Said Muhammad Mirza bilan yaqinda kelgan Qanotbegmi Bargohi Oliga tushgan edi. U bugun har kundagidek atdiganlik tomoqni Saidxon bilan birga yeb, navkar yasovullardan xabar olish uchun tashqariga chiqdi. U musibat kiyimi kiygan 7-8 ayolning bog' eshigi oldida turganligini ko'rib so'radi. "Ey mazlumlar, nima ish bilan bu Bargohi Oliga kelishdinglar?" "Biz Shahzoda Saidxon bilan ko'rishgili kelib bey, mumkinmikin?" dedi bo'sh muloyim ovoz bilan qora paranjilik bir ayol. "O'zlarining kimligini Shahzodaga aytishga bo'lamdi?" so'radi Qanotbek minib bo'lib birdan to'xtab. "Hurliqa begim desangiz kifoya bey." Bu ismni anglagan Qanotbek sal jiddiylashgan holda kayniga yondi. U tol barangliq saynadan o'tib Bargohi Oliga kirdi. Saidxon peshayvonda o't chilib o'tirdi. "Ag'a, Amir Mirza Haydar Said Muhammad Mirza kelishmoqchi edi. Boya tamoq vaqtida sizga aytish esimdan ko'tarilibdi. Qani o'tiring," dedi Saidxon uni ko'rpaga taklif qilib. "Undaq bo'lsa, qaytib kelganim yaxshi bo'pti, Shahzoda. Lekin men o'ltirmay, Mirza Bobakrning xonishi va bir qancha ayol o'zlari bilan ko'rishgili kelgan ekan. Darvoza oldida qoldi," dedi Qanotbek. "Mulozimlarga ayting, og'a, boshlab kirsin. Men ularni Gulsima Sulton begim hujrasiga kutib olay." Saidxon Qanotbek bilan birga chiqib, xotinining hujrasiga kirib dedi. "Onasi, mehmon kelgan o'xshaydi. Siz mehmonlarni boshlab kiring." Qandaqdir bir ishlar bilan mashg'ul bo'lib o'tirgan Gulsima Sulton begim chiqib ketdi. Nima ishga kelgandi bu xotin? O'zining Sulton Mahmud Mirzaning qizi ekanligini pash qilib, imtiyoz talab qilamdikin, yo o'g'illarining gunohini tilamdikin, yoki tog'asining o'g'li Bobur Mirzaning yenib ketishini talab qilamdikin? Saidxonning o'yi tugmay, Gulsima Sulton begim xotinlarni boshlab kiradi. "Assalom Shahzoda." Hurliqa begim xotinlar bilan egilib ta'zim qildi. Saidxon o'rnidan turdi. "Va alaykum assalom xonish. Marhamat qilsizlar." Hurliqa begim hamrohlari bilan yekandoz ustida o'tirdi. "Shahzoda, mening Sulton Mahmud Mirzaning qizi ekanligim o'zlariga ayon," deb so'z boshladi u yig'lamsirab. "Darsi o'rniga taxtga o'tirgan cho'ng o'g'lim Jahongir Mirza sizlarning lashkarlari Yarkand shahriga kirishdan burun qochgan ekan. Anglasam, Sanjudiga yerdimish. Meni erim Sulton Mirza Abobakri ikki o'g'lim bilan elib ketgan edi. O'g'limning kichigi Boysungur Mirza otasi bilan Yarkandga qaytish qo'nmay, men bilan Tibbat qolgan edi. Odamlaringiz meni olg'il kelganda, u so'zimga kirmay Kashmirga ketdi. Ikkinchi o'g'lim Turangiz men bilan Yarkandga yenib kelgan edi. Dadasining o'ltirilib, yerlik qo'yilib bo'lganligidan xabar tepib, qattiq behram bo'ldi. Bu taqdir. Shu masaladan og'rinmasligim kerak. Lekin taqdirga tan berishni xohlamayotgan o'g'illarim ish to'g'riliq keldim. Xonish so'zdan to'xtab, yepak yog'liq bilan qora chimbal to'sab turgan yoshliq ko'zlarini surtib oldi. O'g'lim Jahongir Mirza gunohsiz. U otasining so'zini yera olmay, Yarkand taxtida o'ltirgani rost. To'g'ri aytdilar, Hurliqa begim. Uning gapini bo'ldi Saidxon. Men maqsadlarini tushundim. Siz o'ylagandek Sulton Mirza Abubakirning bola chaqalarini qarlab jazolamoqchi emasman. Agar navoda Jahongir Mirzamo Turangiz Mirzadek oldimga kelsa, u nimani talab qilsa shuni beraman. Rahmat Shahzoda, Alloh sizga madadkor bo'lg'ay. Endi ko'nglim amin topdi. O'g'lim Turangiz Mirzani elib Qashqarga ketishimga ruxsat qilg'aylar. U bu yerda baribir xotirjam tura olmaydi.
Hürliqa begim, sizlar bilan biz dinniy qarindoshlar emas, tuqqan. Meni marhum arlari Mirza Abubakrdek birahim ko'rmagaylar. Qiyinchiliklar bo'lsa yordam qilaman. Nega borganlar kelsa so'ramay beriversilar. Hatto Xorason, Samarqand taraflarga ketganlar bo'lsa-mo yo'lga selib qo'yman. Rahmat shahzoda, rahmat. Mu'minlari Shoh begim, ammallari Mehrnigar xonimning fojialik taqdirini o'ylab o'zimdan qattiq ansirgan edim. Saidxon eg'ir uh tortdi. U mumisi Shoh begimga bak amroq edi. Uni kichkida shu mumisi baqqan edi. Shoh begim o'g'li Sulton Mahmudxon yanada panoh tortib ketgandan keyin uzun yillar didor ko'rishalmagan edi. 14 yoshga kirgan chig'ida dadasi bilan Toshkentga berib, yashinib qolgan Shoh begimni xush qilib atgan edi. Bu xushlik uzunga so'zilmadi. Muhammad Shaybonixon bilan bo'lgan dahshatli urushlar natijasida Shoh begim ikki o'g'lidan ayrilib, o'r to'pida kuyog'li Muhammad Husayn Ko'ragan yenib turib qoldi. Urush bu yerda turg'izmay Kabulga ketishga majbur qoldi. U bu yerda o'zini yo'qlab kelgan Saidxon bilan bir qancha qatim ko'rishgan va bu navrisining himmatidan rozi bo'lgan edi. Saidxon Anjonga ketgandan keyin uning Kabulda turg'iz kelmay qoldi. U Badaxshon podshohi marhum Sulton Muhammadxonning qizi bo'lg'achqa yurtiga ketmoqchi bo'ldi. Ketmoqchi bo'lishining yana bir sababi Amroq emisi bo'lgan Mirzxon Kabulda isyon ko'tarib, Bobur Mirz tarafidan mag'lub qilinib, Badaxshonga qo'g'lib etilgan edi. Uningga cho'q tartib Mehrnigar xonim bilan yo'lga chiqdi. Ketayotganda Badaxshonga hujum qilmoqchi bo'lgan Mirza Abubakr askarlariga uchrab asir qilindi. Yarkentga yolab kelingandan keyin zindonga tashlandi. Mirza Abubakr o'ziga yaqin tuqqan bo'lgan Mo'g'uliston xoni marhum Yunusxonning bu yashangan rafiqasi bilan qizini xushallik bilan kutib olishning o'rniga zindondami och qo'yib azobladi. Mehrnigar xonimni zo'rlab amriga olmoqchi bo'ldi. U ma'qul kelmagandan keyin Shoh begim bilan birga qiynab o'ltirib atdi. Saidxon shularni o'ylab ko'zdan yosh oqqanini sezmadi. Hurliqa begim shularni aslab ko'zi ish qildi. Birga kelgan hamrohlaridan ikki ayol ish-ichidan teshib yig'lab ketishdi. Bu ishga aylanma Mirza Abubakrning xudoblari bo'ladi deb tunishtirdi Hurliqa begim paranjiga o'ralganicha buquldab yig'layotgan ayolni ko'rsatib. Eti Mehrnisa oyim xonim. Uni men amriga o'tishdan ilgari Qashqarda olgan ekan. Nikohlanib Samarqandga kelsam, uning Musan Mirza otliq bir o'g'li bor ekan. Munoyimligidan qandoq ishga buyursa ma'qul deydi. Bu yigit 17 yoshga kirganda uni o'ylab qo'ymoqchi bo'ldi. Musan Mirza hammaga ma'qul deb kelgan bo'lsa-mu, bu qitim unimay turib oldi. Sulton dastlab beshini silab yumshoq gap qildi. Dedi. Yigit sodir ma'quliga kelmadi. Ondan u qattiq do'shkalab yuziga bir necha shaplaq urib atdi. Musan Mirza, sizlar elib bermoqchi bo'lgan qizni yoqtirmayman. O'lsam uningga uylanmayman deb qasam ichdi. Dadisi deganni qilmiz unmaydigan kaj odam bo'lg'achqa shu yerda bu o'g'ilni bo'g'ib o'ltirib atgan edi. Bu xonim shuning uchun yig'laydi. Ma'u xonim bo'lsa Faxriniso Sulton begim, Xotan shohi Qumnazar Mirzaning qizi. Sulton uning dadisini o'ltirgandan keyin uni nikohiga olgan ekan. Men Samarqanddan kelsam, Qamarbonu otliq bo'yga yetgan bir qizi bor ekan. Qarab o'ltirg'idek chiroyli bo'lib, mijozi xushxo'y edi. Bu qiz Nuriddin bek otliq bir sardorni yaxshi ko'rib qolgan ekan. Bu qizning dadisi bo'lgan zolim erimiz uning bilan yaxshi ko'rgan yigitini zindonga silib, yo tomoq, yo suv bermay o'ltirib atgan edi. Bu onaningmi shundan beri ko'z yesh to'xtag'ini yo'q. Beglari bir oy ilgari o'rda haramxonasidan haydab chiqib yetgan ekan. Kishilarning uyida yetib qo'yib yuribdi. Tibetdan kelganimdan beri o'zlarining ruxsati bilan Jahonbog'da turib atatdim. Qamarbonuni yonimga aytib oldim. Bu to'rt ayolmi Mirza Abubakrning to'qol cho'rilari. Ular ishitmagan tildashnam, yemagan tayoq qolmagan. Bog'da birga turib oldinlariga bordiganliklarini anglab birlik erishdi. Bu mazlumalarning turmushini biz loyiqda o'rinlashtiramiz, Hurliqa begim. Sizlar o'g'illar bilan Qashqarga ketmoqchi bo'lsalar, sizni rozi qilib yo'lga selib qo'yamiz. Saidxon ularning kutish ishlarini Gulsima Sulton begimga topshirib, o'zi Mirza Haydar, Said Muhammad Mirzlar kutib turgan mehmonxona uyiga chiqib ketdi.
Said Muhammad Mirza bir hafta ichida Jahongir Mirzani tutib Sanjurdan elib keldi. Bu yosh shahzoda o'zini mag'rur tutquni bilan ruhining tushganligi parishon chiroydan chiqib turardi. O'tiring, dedi Saidxon barikoyi oliyaga kirib kerilgandan keyin heshimini pisantiga olmagandek gidib turgan Jahongir Mirzaga. Uning beshida toj, uchisida shahona to'n bor edi. Chiroyi bo'yturuqi Mirza Abubakirga tortgan edi. Mulozimlar qirg'ovul go'shining sho'rpisi bilan mont elib kirib, uning oldiga selingan dasturxonga qo'ydi. Jahongir Mirza qo'rsqi ochgan bo'lsa-mu, mazalik taomga qarabmi qo'ymadi. Tamoq yegingiz yo'q o'xshaydi. Onangiz Jahonbog'da bo'lmasa, orada haramxonasida. Ko'nglingiz xolgan yerda turarsiz. Billa tamoq yeb sirdoshqim bor edi. Maylingiz bo'lmasa chiqib aram olsangiz bo'ladi. Qandoq talpingiz bo'lsa, tag'ingiz Said Muhammad Mirzaga ayting. Hozirdan boshlab siz asr emas, erkin. Bir xazinasi. Saidxonning so'zlarini anglagan Jahongir Mirza mangdat qilib javob qaytarmoqchi bo'ldi-yu, bo'g'ziga tiqilib qolgan gapni bir yo'tal bilan yutib etib, tez chiqib ketdi. Anglavatqaninglar beli qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Yoz quyoshi qaytib bezalgan Yorkand shahrini to'nurda qizitib atgan edi. Yo'lning ikki qasnaqidagi baraxsan daraxtlarining yo'pirmaqini shildirlatuvchilik shamolmi yo'q edi. Ko'chalarda damma-dam suv sepilib tursa-mu, hayol o'tmay qurib ketadi. Saidxon Mirza Haydari, Said Muhammad Mirza Qanotbek qatorliq amir arkonlar bilan kengashib, ata xonlikning rasmiy qurilganligini tabriklash faoliyatini o'tkazib, yangidan zinnatlab yasalgan o'rdaga ko'chib kirmoqchi bo'ldi. Saidxon bu kuni kechiga xiyol surib tuzuk uxlay olmadi. Beshidan o'tkazgan kechmishlar ko'z oldidan bir-birlab o'tmoqda edi. U Olmonliqda xatni to'yi bo'lganda ko'k bo'riga yo'liqqandan tortib tog'asi Sulton Mahmudxon huzurida o'tgan kunlarni, Bobur Mirza bilan birinchi qatim jangga qatnashgan vaqtini, asirga tushib zindonda yotgan chog'dagi ishlarni, o'ziga oshiq bo'lgan qizning taqdirini, Farg'ona, O'rtepa, Oqsu, Tarim bo'ylarida o'tkazgan ig'ir kunlarni, oddiy dehqon qizi bilan Andijonda turmush qurganligini, Kabulga borganligini birma-bir eslab chiqdi. Kabuldan Andijonga qaytib kelganligini, Jonibek Sulton suyunchilik hollar bilan qilgan janglarini, Sayronda o'tgan to'yni, oxirida Sulton Mirza Abubakirni butunlay mag'lub qilganligini o'ylab, dastlab bey atkisi, ustozi, keyin Qobil sarkardisi, do'sti bo'lgan Mirza Haydar, Said Muhammad Mirzalarning har ishda yor yo'lak bo'lib kelganligidan iftixorlik his qildi. Ali Bakka qattiq ichindi. Oddiy dehqon bolasidan botir sarkarda bo'lib yetishgan chora tadbirli qiynog'isi Qanotbekdan rozi bo'ldi. Uning mangan yo'li uzun, beshidan o'tgan ishlar ko'p edi. El-yurt bilan tang tartgan dard alamning ig'ir tuyulmaydiganligini, el-yurt bilan tang ko'rgan rohat farog'atning tugmaydiganligini cho'nqur his qilgan edi. Boshqa kun tushganda qilingan yaxshilikning unutilmaydiganligini, g'erib qurva yetim yesirlarga qilingan yordamining oxir bir kun kutmagan yerdan yanadiganligini, hojatmanlarga qilingan minnatsiz yaxshilikning omad, yo'shirin oshkora qilingan yomonlikning ofat keltiradiganligini cho'nqur tushunib yetgan edi. Mana bugun u armoniga yetib, tajkish oldida turdi. U mush kun uchun qancha jang maydonlarida qilichini qoniq bo'yab, yosidan o'q uzmagan edi. U shularni o'ylaganida hayajondan yuragi titragandek bo'lib, vujudi larzaga keldi. Ko'zlaridan yosh quyildi. Dunyoda hamma odamning o'ziga loyiq o'rni bo'ladi ekan. Hatto qurt qo'ng'izmi bekordan bekor hikmatsiz yaratilmagan ekan. Ulardan biri kam bo'lsa, shuning qadri o'tiladi ekan. Biri ortiq bo'lsa, shuning jabri bo'ladi ekan. Boyliqqa, rohatga intilmaydigan, yo'qsizlikdan, jafodan qochmaydigan odam bo'lmaydi ekan. Xotirjamlik ichida oromsizlik ichida xotirjamlik hamon mavjud bo'lib turadi ekan. Hayot mana shunday davomlashadi ekan. Jur'atlik, qo'rqmas kishilar murodiga yetadi ekan. Aksicha nodon qo'rqoq kishilar jabr jafo kulfatdan qutula olmaydi ekan. Shuning uchun xushalliqmi, qayg'umi abadiy bir-birini qo'g'lashadi ekan.
Sayidaxon hayot musofasini aslab, pushaymon qilg'idek, hasrat nadomat chekkidek ta'tir qadam bosmaganligiga ishonch qildi. Go'yo quyosh qora bulutni yerib chiqqandek, xayol dengizidan balqib chiqqan yangi orzu tilaklar uning vujudini chulg'ib oldi. Bizning qurgan bu xalqimiz, jafokash xalqimizga, avlodlarga tinchlik, osoyishlik baxsh etsa, olim hukmronlarimiz, adib san'atkorlarimiz, amir sardorlarimiz, tarixchilarimiz, hunarvan kasblarimiz g'amsiz, qayg'usiz o'z ishlari bilan band bo'lsa, bir-birining ko'nglini og'ritmay, bir-biriga naf yetkazish uchun intilsa, 5 kunlik bu olamda hurmatlanib yashasa, toju taxt zimin talashadigan, behuda qon to'kadigan urushqa, zo'ravonlikqa mangu xotima berilsa, Alloh ishlarimizdan rozi bo'lsa. Shunda xayollar ilkida uyoq bu yoqqa o'rilib yotgan Sayidaxonning ko'zi tong otarga yaqin uyquga ilinishdi. Atsi Sayidaxon yana tong saharda turib bomdod namozni o'tadi. Namozdan keyin yangi qurilgan xonadonlikning ro'naq tepishi, el yurtning ovotlashishini tilab duo qildi. Kishilar shaxslarning g'ami bo'lmaydi deb xato o'ylashadi ekan. Amaliyotda undaq emas. Bir oilaning boshlig'i o'z oilasining g'amida bo'lsa, bir elning podshohi tumanning oilaning g'amini qiladigan gap ekan deb o'yladi u. Bugun atdiganda bargohi olining atrofiga taraf-tarafdan odamlar yig'ilishga boshladi. Sayidaxon mashtadan keyin amir kabirlik hukmini tushiradigan saroyda o'zini kutib turgan Mirza Haydar, Said Muhammad Mirza, Qanotbek qatorliq sardorlar va joy-joylardan kelgan yurt kattalari, mo'tavarlar bilan ko'rishib, xushkayib paranglashdi. Bugun o'tkazilmoqchi bo'lgan xalqning qurilganligini tabriklash faoliyati haqida kengashdi. Ondan Said Muhammad Mirza bilan Mirza Haydar Saidxonni ikki tarafdan himoya qilib minib, bargohi olining oldidagi ochiqchilikqa rastlangan poklikning simvoli bo'lgan oq kigiz ustiga elib kelib o'tirg'izdi. Top ishidan oppoq soqol gavdalik bir odam chiqib, ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib egilib Saidxonga ehtirom bildirdi. Bu Qashqarda Mirza Abubakrning zulmga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olonga boshchilik qilgan Ubul Qosim Damulla degan kishi edi. Bu kishini bir qancha kun ilgari Sulton Saidxon yangi qurilgan xalqning shayxul islomi qilib tayinlagan edi. Ubul Qosim Damulla avval xandonlikning 3 burjak nuqtrang tug'ini Saidxonga sundi. Saidxon tizlanib o'tirib tug'ni oldida bosh ustida ko'tarib o'rnidan turdi va uni qanot belga berdi. Ondan Ubul Qosim Damulla parildab turgan oltin tojni Saidxonning beshiga kiygizdi. Said Muhammad Mirza shahoni zartonni Saidxonga yopdi. Mirza Haydar uning beliga olmasdan ko'z qo'yilgan kamarni bog'ladi. Muborak, muborak, podshohimiz Sulton Saidxonga muborak. Sap tortib turishgan minglagan odam Saidxonga olqish sadolari yangratdi. Chunqur hayajon ilkida vujudi larzaga kelgan Saidxon Allohga shukr sano aytib, el yurtning tinch osoyishligini tilab, atrofdagi el jamoat bo'lsa Saidxonga uzun umr, zo'r utuqlar tilab duo qildi. Ondan Osmon Bey bir oq arg'amoqni yetilab keldi. Saidxon arg'amoqqa mindida Allohu akbar deb takbir aytganicha shaharga qarab yo'l oldi. Mirza Haydar, Said Muhammad Mirza, Qanotbek qatorliq sardor bey sipohlarini otlariga minishib Saidxonning orqasidan mangdi. Sap tortib turishgan avam xalqni ularning orqasidan agishib shaharga qarab saldak oqdi. Necha minglagan kishilarning Allohu akbar deb takbir aytgan yangroq ovozi yiroq-yiroqlarga tarab ketdi. Saidxon o'rdaning hayvatlik darvozasi oldiga kelganda otdan tushdi. Darvoza oldidan tartib o'rda sarayining ishigigacha sapras bo'lib turgan askar yasovulla ehtirom bildirib qilishlarini yerga qartib turishdi. Saidxon salmoq qadam bilan saltanatlik saroyga kirib, oq ipak poyandoz ustidan oltin qubliq taxtga chiqdi. Abdul Rashid Xon taxtning o'ng tarafida turdi. Saidxon taxtga o'tirib unlik hamdosana aytgandan keyin o'rnidan turib ko'pchilikka hurmat bilan nazar soldi. Assalomu alaykum, ey vatandosh, mo'min qarindoshlar, ey qo'ldosh, amir, sardorlar, beylar, bahodir navkar, yasovullah deb salom berib so'z boshladi. Men bugun ulug' Parvardigor olamning inoyati bilan Hijriya 922-yil Shayban oyining 1-kuni Yarkand shahrida Saidiya xonligining qurilganligini butun dunyoga jakarlayman.
ulug' egimiz Alloh bizga nusrat ado qilib, zolim dushmanlarimizni yerga qaratdi. Adolat, haqqoniyat, zulm asorat ustida hurlik, erkinlik, qulluq, zalolat ustidan g'olib keldi. Buyuk xalqimizga yar yo'lak bo'lgan barliq qarindoshlarimga samimiy tashakkur bildiraman. Xalqimiz tavasidagi hamma ulug' toiba kishilarining ijod inoq bo'lib, tinch osoyishta turmush kechirishiga tilakdoshman. Alloh bizga madadkor. Hurlik, adolatlik bizga abadiy yor bo'lg'ay. Amin. Amin. Saidxonning yangroq ovoziga ko'pchilikning hayratli sadosi qo'shilib, o'rda ichi larzaga keldi. 40 kungacha Saidiya xalqiga qarashliq shahar, oymoq yezlarda xalqning to'yi o'tkazilib, suyungan xalqqa osh tarqaldi. 10 yilgacha olvon siliqdan qutulgan dehqon tijoratchi hunar kasb shad-xuramlik uchun tantana qilishdi. Aşaqshimi vazir uzra amir arkanlar bilan nuri so'ngga berib, o'z xalqining qurilganligiga tantana qilayotgan avomni ko'rganda, Saidxonning nuri jula qilgan ko'zlaridan yana yosh quyildi. U bevaqt vafot bo'lgan, janggohda shahid bo'lib, bugungi kunni ko'rolmagan yuzlagan, minglagan qarindoshlari uchun yig'layotgandi yoki buningdan keyin qanday qilib xalqni baxt saodatlik turmushga yetkazish uchun g'am yeb yig'layotgandi, buni bilib bo'lmaydi. Lekin u Murad sarining bo'sug'isi qadam qo'ygan edi. Xotima. Xo'ja Muhammad Sarvari ushtak oqargan soqolni siypab so'zdan to'xtadi. Puchuq gumbaz ichi timtos bo'lib qoldi. Inkini terab o'tirgan shahzoda gumbazning to'risidagi yo'chiqqa o'z elib, bola chiqargan qarlig'achga bir qarab qo'yib so'radi. Otam xalqning qurilganligini jakarlagan kuni shu yerda silim bor ekanlar, ha ustoz. Abdulrashid ham balliq xiyoli bilan nima ko'rgan ekan deb suyunib qolgan edi. Buroyning aytib berganlaridan qattiq ta'sirlanganligi chaqnab ketgan ko'zlaridan bilinib turadi. Bar edim shahzodam, bo'lmamdigan. Bunda xosiyatli kunni men kun sanab 40 yil kutdim emasmi? O kuni Sultan Saidxon Saidiya xalqining qurilganligini jakarlab bo'lgandan keyin Said Muhammad Mirzani Saidiya xalqining lashkarlarining amir kabiri ham Qashqar diyorining oliy hokimi Mirza Haydar Qo'rag'onni bosh vazir qilib tayinladi. Men hammani ko'rib, qilingan so'zlarni anglab turdim. Jismim go'yo dunyoda yo'qdek, meni hech kim ko'rmadi. Yuragimdan yig'idim to'xtab kulganligini hech kim anlamadi. Faqat buni Rabbim Alloh bilib turdi. Xo'ja Muhammad Sarvari qum cho'gindik suvni hijr tavaqtiki qetiq ustiga qo'yib, dog' etib Abdulrashid xonga sunib so'zini davomlashtirdi. Mening begunoh bola chaqalarimmo zolim Mirza Abu Bakrning taqibi ostida men bilan didorlasha olmay, piroq o'tida puchunib, xo'rliq dastidan yurak bag'ir zardab bo'lib tugab ketgan edi. Men mush sotar bilan qolgan edim. Mana shundoq ahvolda bu ulug' kunga yetkazgan Allohdan shuncha minnatdor bo'ldimki, tortgan dard alam, chekkan jafo mushaqqatlar unutilib ketgandek. To'lib hasratlanib ketmadim. Orzuyim hal bo'ldi. Endi menga alamning nima keragi? Mush puchuq gumbazda o'zimni podshoh bilib, ibodatimni qilib, beormon yashayapman. Saidxonga har kuni sahar duo qilaman. U kunning jafolarini beshidan o'tkazib, oxir xalqni tikladi. Bundaq cho'ng mamlakatni o'z tug'i ostiga jam qilish, bir alda bir necha 10 yoki bir necha 100 yilda aql idrokda, fazilat ham botirlikda tang yetishgan bir yoki bir necha odamning qo'ldan keladi. Tumanligan odam ana shundoq bir azimatning yo'l boshchiligida baxt saodatini topadi. Endi menmo saodatni topgan kishilardan hisoblanib, o'zimni yolg'iz his qilmayman shahzodam. Men osh xalqning qurilganligini, jahonga jakar etilgan qutlug' damda otang o'tirgan taxt yenida seni ko'rgan edim. Buningda 2 yilchi bo'lg'achqa seni bayo darhol taniyolmay qoptiman. Ammo ko'zim g'uvolishib qolgani bilan dilim tehi yo'q. Hurmatli ustoz, shuncha jabr jafolarni tortibdilar. Endi bu joyda o'ltirib yurishlari muvofiq bo'lmas. Otam oldiga borsalar, u janoblarining hurmatini qiladi.
Buvayning so'zlaridan qalbi larziga kelgan Abdulla Rashidxon uningga izhor qilmoqchi bo'lgan tashakkurini ko'nglidagi mehr muhabbatini bildirish bilan ifodalagan edi. Buni tushungan Xo'ja Muhammad Sarvari hashqalla aytib dedi: "Rahmat, Shahzoda. Men qerib qoldim. Kuchmodarim tugab, ojizlab ketdim. Sulton Saidxonni izlaydiganlar, yordam so'raydiganlar ozmi? Uni ko'l bo'yidan tortib Aqsugacha, 7 suvdan tortib Xotan diyorigacha bo'lgan orliqdagi hamma odam izlaydi. Bir putum go'rga sangilganda izlab berib, uning qimmatli vaqtini zoya ketkizmay. Sen kelib tursang bas, Shahzoda. Men xursand bo'laman." "Men kelib ta'lim-elib turman, bova," dedi Abdulla Rashidxon buvayning yog'i qo'llarini tutib. "Xayr, Xudoga omonat, bova." Tashqarida yo'rg'ilab yurgan 3-4 kaptar Abdulla Rashidxon chiqishamon gumbaz ichiga kirib ketdi. Abdulla Rashidxon har haftada bu gumbazga 2-3 qatim kelib, buvaydan hol so'rab turdi. Xo'ja Muhammad Sarvari keyingi kunlarda gumbazdan chiqmaydigan bo'lib qoldi. Shundaqdimi o'zini alohida yo'qlab, yemaklik, usuzlik elib kelgan shahzoda bilan uzung'icha sirdishatdi. Satar chilib, muqam g'azallarini o'qib beradi. Yil o'tib, bahor keldi. Abdulla Rashidxon buvayning ahvolini oxir otasiga aytdi. Saidxon anglab o'g'li bilan uni yo'qlab bordi. Ular kirganda gumbaz ichi timtas bo'lib, 2 kaptar tovoqdagi suvni ichib o'tadi. Texi kelgiriga uzun bo'lmagan ana qarlig'ash o'zida muңlib vichirlayotdi. Xo'ja Muhammad Sarvarimu satarni tutgan holda gumbazning temig'i yulinib, muktab qolgandek o'ltiradi. "Assalomu alaykum, ustoz." Salom berdi Saidxon. Buvay javob qaytarmadi. Abdulla Rashid ikki berib, uning oldida o'ltirganicha uningga sinchilab qaradi. Xo'ja Muhammad Sarvari muktab qolgan bo'lmasdan, shundoq o'ltirganicha bu fani dunyo bilan xo'shlashgan edi. Shahzoda o'zini tutolmay yosh to'kkan holda uning qo'lidagi satarni oldi. Saidxon o'g'lini ishorat bilan gumbaz teshiga elib chiqdi. "O'g'lim, qayg'urma. Ustoz Xo'ja Muhammad Sarvari hayotini bir umr pok, halol o'tkazgan donodir. Biz marhumni hurmat izdi bilan namozini tushirib, u dunyoga o'stimiz. Hasrat chekma. Ko'z yoshini oqbuzgan g'olib bo'la olmaydi. Uningdek umid bilan yasha. Jafo mushaqqatga bardoshlik bera olgan kishi haqiqiy g'olibdir." Saidxon o'g'li Abdulla Rashid bilan chig'ir yo'ldan chiqib, cho'ng yo'lga qadam qo'ydi. Yiroqda karvon yo'li tutishib ketgan qum barxanlaridagi avvallar cho'g'dak yelinjab turardi. Beliq shirkatida ovozga elinib, Beliq to'rida anlatilayotgan Uyg'ur yozuvchilari Hoji Mirzahid Kerimi Saud Davudlarning Millatlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Saidxon nomli romani bugun mush yerda tamomlandi.